Assalomu alaykum. Hozir Telegramda yana bir nechta fishkalarni ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosasiz. Birinchi fishkani ko'rsataman, ketdik. Ee, Kuchukcha belgisi bilan yozamiz. Kuchukcha pik deb yozamiz. Bizga biron rasm kerak bo'lib qolsa, nomini shunday, xuddi kuchukcha pik, keyin rasm nomini yozamiz, chiqarib beradi Telegramda. Menga hozir masalan anor mevasi kerak. Shuni yozdim. Turli anor mevasini rasmlarini chiqarib berdi. Xuddi shu tarzda boshqa rasm kerak bo'lsa, mana shu anor joyiga boshqa shu o'zingizga kerakli rasmni nomini yozasiz, bo'ldi, chiqarib beradi. Keyin ishlaymiz. Kuchukcha gif deb yozsak, bizga kerakli giflarni chiqarib beradi. Gifni nomini yozsangiz, qaysi mavzuda bo'lishini shu mavzuda chiqarib beradi. Mashinalar haqida gif. Mashina desak, mana mashinalar qatnashgan giflarni mana chiqarib beryapti. Keyingi ishlaymiz. Kuchukcha vid deb yozamiz. Demak, eng keraklisi ham aslida menimcha shu bo'lsa kerak. YouTube'ga kirmasdan turib, biron narsa kerak bo'lib qolsa, biron videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan turib ko'rsak bo'ladi. Buning uchun kuchukcha vid deb yozamiz. Keyin o'zimizga kerakli videoni nomini yozamiz. Masalan, xabarlar deb yozsak. Mana xabarlarga oid videolarni YouTube'dan mana chiqarib berdi. Bevosita tomosha qilsak ham bo'ladi hozir. Birontasiga bosib ko'ramiz hozir. O'zbekistonda ajrimlar keskin avj oldi. Nikohdan o'tgan yoshlarning katta qismi Mana ko'p xuddi shu o'tmay tarzda bo'ladi. ajrashyapti. O'tgan yili 45 mingta oila ajrashgan. Ko'rsatmoqchi bo'lgan fikrlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.